Olib talan. Oyog'im. Onajonim. Oybek, Tinchlikmi ona? nimaga uxlamay yuribsan yarim kechada? Endi ko'zim ilingan ekan. Yana dadamdan urushib qoldinglarmi? Voy, dadang bilan nimaga urushaman? To'g'risini ayting ona. Ajrashmoqchimisizlar? Nega ajrashaman o'g'lim? Tapasini shamol uchirsin. Jinnimisan? Tavba. Shundoq dada bilan ajrashib bo'ladimi bola? Hay onajonim. Shunchalik dadamni yaxshi ko'rar ekansiz. Nimaga siz oshxonada dadam yotoqxonada yotibdi? Qani bo'lmasam yurchi. Senga bir narsa ko'rsataman. Yur. Nima? Senga bir narsa ko'rsataman. Yur. Tinchlikmi ish qilma? Tinchlik, yur. Faqat sekin yur, uyg'onib ketishadi. Bo'pti. Oy. Oho. Onam poyezd o'tyaptimi debdi. Shuncha yildan beri temir yo'l vokzalida yashayotgan ekansiz-da. O'g'lim, sen ham shu vokzalda tug'ilgansan. Men qara, o'zing nimaga uxlamayapsan? Ona, yuringda. Yuring. Senda ham bir gap bor. Ha, yuring siz. Yurchi. Man qarang, ona. Ko'rdingizmi? Kombayn ishlayapti. O'g'lim, bu vokzalda tug'ilib, Shiypanda yashayotgan ekansan-da. Menga qara, xotining onasiga emas, dadasiga tortgan ekan. Bu yoqqa kelib qaynotasiga tortib ketibdi. Yur, ikkalamiz gaplashib o'tiramiz bir bahonada. Sen mana katta yigit bo'ling, anchadan beri bunday gaplashmaymiz. Bu narsalardan hazratlashib. Bugun biz Kotelniyda qolamiz. Yurib.